Matiz 5 chinakam muxlislar uchun mana bitta tayyorga kelib qoldi. Birgalikda polni video obzorni ko'rib chiqamiz. Hurmatli mijozlarimiz, bu Matizchamizni ko'rishingiz mumkin. 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Matizga eng kerakli narsalar to'rtta kommentar diska bo'lmadan qo'yilgan. Mashinamiz tashqari tomonlarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham akkurat holatda bo'lib turibdi. Bagaj holatlarini ko'rishingiz mumkin. Bagajchalar ham akkurat holatda shunga qilingan. Hamma joylarning boshimiz benzinda. Eshiklari polностью shunga bo'lingan. Ko'rishingiz mumkin. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chol poliga tayyor, evakuatsiya poliga chollari bor. Mashinamiz radoncha next reflektor qo'yilgan. Kraska masalasiga keladigan bo'lsak, kapoti bilan kirloska bor ekan. Yana o'z uchun ko'rib tekshirib olsangiz bo'ladi. Eng asosiysi, motor korobka hadovolari zo'r, hech qanaqa ishi yo'q. Mashina olib faqat haydash kerak. Narxiga keladigan bo'lsak, $3900 deyapmiz. Yana ozroq kelishadigan joylari bor. Qiziqanlar bo'lsa, pastda nomer telefon qo'llaymiz, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Narxlarni kelishib joyli qilib beramiz. Bu videoni esa Matiz 5 ning chinakam muxlislariga